Bavariya yoki Real Madrid qaysi biri kuchliroq? Thibaut Courtois yoki Manuel Neuer, Umumiy karyera bo'yicha Manuel Neuer, lekin hozirgi paytda Thibaut Courtois. Dinhausen yoki Dayot Upamecano, Dayot Upamecano. Rudiger yoki Ta, Rudiger kuchliroq deb o'ylayman. Trent yoki Stanisic, Meni fikrimcha Trent kuchliroq deb o'ylayman. Carreras yoki Laymer, Laymer yaxshi himoyachi, lekin menimcha bu yerda Alvaro Carreras. Valverde yoki Kimmich, To'g'risini aytaman, men Joshua Kimmichni fanatiman, lekin hozirgi paytda Federico Valverde undan kuchliroq. Jude Bellingham yoki Jamal Musiala, Musiala qachongadir kelib eng zo'ri bo'lishi mumkin, lekin hozirda Bellingham kuchliroq. Güler yoki Gnabry, Arda Güler. Brahim Diaz yoki Luis Diaz, Diazlar to'qnashuvida Luis Diaz kuchliroq. Vinicius yoki Olise, Michael Olise menimcha bugungi kunda yaxshiroq formada Viniciusga qaraganda. Kylian Mbappe yoki Harry Kane, Mbappe oxirgi paytlarda jarohat olib qolganini va gollar soni kamayib ketganini e'tiborga olsak, menimcha Harry Kane kuchliroq.